Xo'sh, biza ssenariy tuzish jarayonida, ssenariy tuzyapmiz hozir. Salom, men Shodash. Bu yerda montajyor, ovoz aktyori va ssenaristman. Sizlarni anime studiyamizda 3 ta loyiha chiqadi. 3 ta loyiha chiqadi. Men bittasini olib chiqaman. Bu bola bittasini olib chiqadi. Mana bu bola. Bu esa Yumiko, bizning ovoz aktyori, o'yinchisi va tarjimonimiz. Abdulaziz Boss deganimiz. Hu Hajime-kun, ovoz aktyori, tarjimon, anime jinnisi va mening ustozim. Va u bitta loyihani olib chiqadi. Albatta. Demak, hozir do'stimiz Muhim ishlar bilan bandlar. ssenariy tuzib bergan, o'zi ham nima haqida aynan uni o'zini loyihasi qanaqaligini ham bilmaydi, lekin anime haqida ekanligini biladi shu xolos. Hozir men ssenariyni o'qib chiqib, men o'zim tuzatishlarimni kiritib, endi bunga to'g'rilab beraman. Xo'sh, kuzatib turinglar. Men ketdim.